Stadionning oxirgi etaplari tugab qoldi. Gazon yotqizishdan oldingi holat. 2 kun sug'oriladi yer, hamma qum cho'kib, o'tirib olguncha drenaj sistemalar tekshiriladi. Mana o'rtada GPS navigator. Mana bu apparat navigator bilan yer atmetkalarni hammasini shu bilan to'g'rilab chiqadi. Bu o'zini stadion kodlari bo'yicha to'g'rilab chiqadi. Ikkita lazerning kallasi bor. Bunda ham bir-birini o'qiydi. Mana poliv sistemalar xaritasi 18 diametr. 18 metrdan 35 ta springeri bor sepaga. Hammasi tekislangan, oxirgisi sizdan qo'lda tekslab chiqadi endi. Gazon yotqizishdan oldin. Sakkiz atmosfera suv sepib o'tdi.